Xalqimizning asosiy daromad manbai yer hisoblanadi va shuning uchun ham yerning har bir qarichini oltinga tenglashtirishadi. Yerni boqsang, elni boqadi degan naql ham bejizga aytilmagan. Ayni kunda tumanimizda tomorqa va ijaraga berilgan yerlardan samarali foydalanish va ushbu yo'nalishda ilg'or tajribalar asosida ish olib borish bo'yicha amaliy ishlar qilinmoqda. Prezidentimiz tomonidan belgilab bergan ushbu xayrli tashabbus xalqimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Tomorqadan unumli foydalanish bo'yicha tuman mahallalarida ilg'or tajribalarni ommalashtirish mavzusida G'aznov mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan amaliy seminarda tuman hokimligi vakillari, tuman prokuraturasi mutasaddilari va mahallalarda faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollari ishtirok etishdi. Seminar ishtirokchilari mazkur mahallada tomorqachilikda olib borilayotgan ishlarni ko'zdan kechirish barobarida g'aznovlik tadbirkorlar faoliyati bilan ham tanishdilar. Suv iqlimining o'ziga xosligi barchamizga ma'lum. Ya'ni tumanimizning shimoliy qismida bahor faslida ham qishning hukmronligi saqlanib qoladi. Biroq tumanning janubiy qismida bahorgi yumushlar boshlanib ketib, tomorqada bajariladigan barcha ishlar, ayniqsa ekin-ekish yumushlari oxiriga yetkaziladi. G'aznovliklar ham bugun tomorqadagi ishlarini qariyb bajarib bo'lishgan. G'aznovda 3449 nafar aholi istiqomat qiladi. Asosan sholichilik bilan shug'ullanadigan g'aznovliklar bog'dorchilik, chorvachilik, baliqchilik, kartishkachilikning ham hadisini olishgan. Saranjom sarishtalikka o'rgangan ushbu hudud aholisi mehnatdan aslo qo'rqmaydi. Rosa mehnatsevar xalq. Seminar jarayonida ishtirokchilar mahalla xonadonlarida bo'lishdi. Mahallada yashovchi Saodatxon Mirzoyeva gulchilikni xonadonida yo'lga qo'ygan bo'lsa, Madalixo'ja A'zamov xonadonidagi tomorqa yer maydoni sabzavot turlari uchun alohida ajratib qo'yilgan. Basila Nusratullayeva xonadonida ham allaqachon tomorqaga barcha ekinlar ekib qo'yilgan. Boboyeva Kishvarxon xonadonida ham xuddi shu manzarani ko'rasiz. G'aznov mahallasidagi tomorqalarning umumiy maydoni 33.8 gektarni tashkil etadi. Ijaraga olingan yerlarning umumiy hajmi esa 42 gektardan iborat. Tomorqachilik barobarida mahallada bugun tadbirkorlik ham rivoj topmoqda. Hayotxon Boronova xonadonida ayni kunda bedanachilik yo'lga qo'yilgan. Qiziqishi tufayli qo'lbola inkubator yasagan tadbirkorning xonadonida hozirda 4000 tadan ortiq bedana parvarishlanmoqda. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, bugun oila bedananing tuxumi va go'shtidan ham munosib daromad olmoqda. Bir kunda 1600 ta bedanadan 500 tadan ortiq tuxum olinadi. Go'sht uchun parvarishlanadigan bedanalar soni 1000 tadan ortiq. Bir dona tuxum bahosi 500 so'm bo'lsa, bir dona go'sht uchun yetishtirilgan bedana narxi 20 ming so'm etib belgilangan. O'rnatilgan inkubatorda yana chiqqan jo'jalar soni 1000 ga yaqinligini hisobga olsak, bedanachilik ham hududning drayveriga aylanishi turgan gap. Seminar ishtirokchilari Xolidaxon Soliyeva xonadonidagi parvarishlanayotgan qo'ylarni ham ko'zdan kechirishdi. Bu xonadonda 26 ta qo'y parvarishlanmoqda. Mahallada tikuvchilik ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, ayni kunda ushbu soha ham rivoj topmoqda. Yosh tikuvchi Tavakkalxon Jo'rayeva va Nigoraxon Mazgilalar asosan milliy liboslar, do'ppi va qiroqlar tikishadi. Bu qizlarimiz ushbu sohadan o'zlarining daromadlariga ham ega bo'lishgan. Oltinoy opa Boltayeva ham asosan milliylikka e'tibor beradi. Oltinoy opa tomonidan tikilgan ko'rpa, ko'rpacha va yostiqlar ham juda xaridorgir. O'rganish va suhbatlar jarayonida tikuvchi ayollar faoliyati ham ko'zdan kechirildi. Masalan, mana shu Gulbog' ko'chada 47 ta xonadon bo'lsa, mana o'sha xonadonlarga mana kirib ko'rdilaring, mana shularda hammasini ayollari band, chorvachilik bilan band, mana hali hunarmandchilik bilan band, tikuvchilik bilan band, parrandachilik, mana bedonachilik, asalarchilik, hammasi bilan mana band, mana hozir isbotini mana ko'rdik. Mahallada 81 ta ishsiz ayolni biz ro'yxatga olganmiz xatlovda. Mana shularni masalan ayollar daftariga kiritgandik. Mana hozir mana shu yanvar, fevral oyida mana
ya 30% ish bilan band bo'ldi desam xato qilmayman. Ha, bugun odamlarimiz yaxshi daromad olish va oila ta'minotini beko'ma-ko'st yo'lga qo'yish uchun ishning belidan mahkam ushlashgan. Deyishadi-ku, mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli. Ish yoqmaslikdan, bekorchilikdan Xudoning o'zi asrasin. Bugun olma pish, og'zimga tush davri allaqachon o'tib ketgan. Harakat qilgan, mehnat qilgan odam borki, doimo yutgan va agar odamzod harakatlanishni davom ettiraversa, yutaveradi. Bugungi zamonda mag'lub bo'lishga hech kimning haqqi yo'q. Mehnat qiling va harakatlanishdan aslo to'xtamang. Manzil sari olg'a intilavering. Albatta, g'alaba qozonasiz.